Omonxon School. Tez kunda. Bu videoda biza 10 ta eng qo'rqinchli videoni ko'rib chiqamiz. Va bu videoda men bilan Payxili.ru kanali asoschisi Zirolipa. Yana bir muhim gap, Zirolipa har bir qo'rqanlar uchun men ularga o'zlari xohlagan shokoladni olib beraman. Va eng qizig'i, ular hali bu haqida bilmaydilar. Oxirida nima bo'lishini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Xo'sh, bo'lmasam boshladik. Birinchi video. Ben bunaqa narsadan qo'rqaman. Eng qiziqarli sverxestественный bo'ladi-yu. Men ogohlantirish yo'qmi bunaqa narsaligiga? Xo'p, reaksiyalarni ko'rdik, tushunarli. Xo'p, qarang. Siz uchun bu narsa qo'rqinchlimi yo normalmi? Agar hayotda bo'lgan bo'lsa, qo'rqinchli, to'g'risi. Ha, sizcha qanaqa? Montaj ko'rinadimi yoki sizga qanaqadir yo uyushtirilgan ko'rinadimi? Uyushtirilgan. Uyushtirilgan-a? Da, yo o'zi aslida qo'rqinchlimi, qo'rqinch emasmi bu? 50 kelcha qo'rqinchli emas, lekin qo'rqdim sal bo'lsa ham. Lekin slishkom qo'rqinchli emas, men ko'rgan kinolarda oldim. Nima qo'rqinchli emas? Bo'ldi. Qo'rqinch yoki qo'rqinch emasligi bu muhim. Biz yuragimizni mustahkamlab olganmiz qo'rqinchli kino ko'rib. Hayotda o'zi qo'rqinchli kino. Auh deb qo'yish joyiga. Ikkinchi video. O, oyog'ini qarang, yuvilmagan ekan oyog'i. Qo'lim qaltirayapti, aytib telefon tushib. Yo'q, xudo. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Tasavvur qiling, yuzda shunaqa. Kechqurun suv ichishga chiqqaningiz. Bu uni birinchidan ko'ra uncha qo'rqinchli emas. Buni montajda bo'lmaydi, lekin uyushtirilgan narsa. No, как ko'rinib turibdi. Menimcha. Qarang, ikkinchi video как siz uchun qo'rqinchli bo'ldimi, normalmi? Yo'q, normal. Normal, tamam. Bitta ham video qo'rqmayapti-da. Tasavvur qiling, как uyingizda onangizdan shunaqa turibdi, как. Yunadi meni. Men o'zim boshqa tursam kerak ko'zim. Lekin vроде basharasi qanaqadir grim qilganga o'xshaydi. Grim qilib tayyorlashgan. No, qanaqadir bular qanaqadir odamlarning atchenkasi ham xuddi haqiqatan bolga o'xshab turibdi. Shunaqa. Men o'z ayniga qarashdan ham qo'rqaman. O'zimga qarashga qo'rqaman kechqurunchi. Biz makiyaj qilganligim uchun. Ya hammada reaksiya как будто реально bo'lganda, qarang. Yoki haqiqatan kimdir prank qilyaptimi bu yerda? Bo'lishi mumkin, orqada kimdir turib olib, qo'rqinchli bo'lib. Duo deb chiqsa qo'rqmadi. Qo'rqmadingizmi? Men просто reaksiya shunaqa. No. Vashiyatda eng qo'rqinchli moment xonada ishlasiz kechqurun. Просто eshik qiya ochilib qolgan bo'ladi. Bo'ldi sizga ketadi. Как будто kimdir poylab turgandek ko'rinadi. Sizlar shunaqa bo'ladimi? To'xtang, men oddiy o'tirganimda siz montaj qilayotganingizda baqirchaqi qo'yib qo'yganingizda eslaysizmi? Ko'zimni qana ochib chiqqanimni qo'rqaman. Oddiy shunga ham qo'rqaman. Men pichi degan ovoz eshitsam qo'rqib ketaman. Shuning uchun men qo'shiqni juda qattiq yaxshi ko'raman va men eshitadigan balandlik bu balandlik qo'shlarni ham bezor qilar. Da, kolonkani eng tepasiga qo'yib, unda yana bitta kolonka qo'shib yorsangiz, men eshitadigan balandlik chiqadi. Bu video siz uchun qo'rqinchli bo'ldimi, bo'lmadimi? Qo'rqinchli bo'ldi. Qo'rqinchli. Here we go. Mana e'tibor berib qaraganda bu просто grim qilingan menimcha. Grim qilingan, u dahshat qilinganda. Ya, просто как уже bu qo'rqinch emas, qanaqadir jirkanch. Jirkanchda, biroq. Nima deysiz, bu qo'rqinchli bo'ldimi, qo'rqinchli bo'ldimi? Qo'rqinch emasmi? Jirkanch bo'ldi. Lekin agar hayotda shunaqa odam ko'rib qo'yganimda, men bilmayman. Hop, qo'rqinchli yoki qo'rqinch emas, bittasini tanishingizki. Qo'rqinchli. Xo'p, xonada qiz. Xonakasi. Xo'sh. O, kimga qaradi, xo'p? Hech kim yo'q. Bela esimga tushib ketib qoldi, qarang. Sizda shunaqa narsa bo'ladimi? Menda masalan Muhammadjon aka bilan ko'p shunaqa narsa bo'ladi. Ofisda bo'lgan paytlarim ko'p bo'lardi. Что? Men boshxonaga chiqib qaytib kirganimda kimdir paydo bo'lib qolsa, masalan, sizda ham ko'p. Liftdan siz o'zi qo'rqib ketganman ko'p.
Просто turgansiz. Hech vaqt qilmagansiz. Просто o'shunaqa qo'rquv bor. Yana menda anaqa bo'ladi, kak masalan, qorong'ida kimdir yo'qdan kelib qolsa, kak bu odam emas, ya'ni jin odam qiyofasiga kirib olgan, kak shunaqa qiladi. Siz endi bunday qo'rqinchli joylardan yurganingizdan keyin shunaqa bo'ladi. Men unda yo, menimcha kak miyaga keladigan любой qo'rqinchli narsa bu tasavvurga bog'liq. Masalan, kak men ko'rgan hamma tasavvur qilsin, qo'rqinchlik, kampir bor, qo'rqinch so'loqtishlik, короче, qanaqadir maniak. Va siz hozir tasavvur qilgan miyangizdagi tushunchani qachondir qaysidir kinodagi, qaysidir rasmda yoki qaysidir ujiz kinoda ko'rgansiz. Miya xuddi shunaqa ishlaydi. Miya yo'q narsani osmon olib kela olmaydi. Siz ko'rgan narsalardan tasavvuringiz yig'adi. Mana men to'pingiz ko'rsatib kontent olaman. Kunduzi salom. Qo'rqinch emas? qo'rqinchli emas yo'q. Tamam. Men siz o'rningizda bo'lsam hammasi qo'rqinchli degan bo'lardim. Nimaga bunaqa qilayotganimni hali siz bilmaysiz. Bo'lmasam, davom etamiz. Xo'p. Kamera. Xo'sh, kechqurun. Menimcha bo'lgan voqea shekilli-da. Ikkita jin urushyapti. Ikkita jin emas, ikkita odam urushyapti. Ikkita jinni domla. Ha, ikkita. Uy! Qo'rqinchli emas, nima deysiz? Qo'rqinchli. Xo'sh. Endi vaqtida buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu narsa lekin reallikka o'xshatilgan, menimcha, hozir montaj. Yo'q, lekin montaj ham ketmasdi. Buni qochib ketmasdi-da. Ya, endi kak uyushtirilgan bo'lsa, rolini berish mumkin. Qochib ketganda bu. Yo, просто qarang, bunaqa kachsiz videoda montaj qilish juda ham qiyin. Yo'q, balki montaj qilgan kachествоsi qilib qo'ygan. Bo'lishi mumkin. Telegramga 2 marta tashlab qaytarib olsa shunaqa bo'ladi. Tasavvur qiling, siz просто ket osti o'rtog'ingiz bilan va o'rtog'ingizni ichidan qochib ketdi. Katta dev chiqyapti. Surprise! Bu qo'rqinchli bo'ldimi? Xo'p. Nechtasidan qo'rqdingiz? 3tasimi? Aniqrog'i mana bu yerda chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh. Bu bilakalla. Qo'l. Qo'lmi, oyog'mi bu? Oyoq. Oyoq ekan. Qo'l. Siz kravatda uxlaysizmi? Yoki yerdami? Men shaqlasini uchun aslida yerda uxlayman. Yo'q, men endi kravatni oyog'imda tushira olmaydigan bo'lib qolaman bunaqa narsani ko'rsam-chi. Mana esing tushib qoldi. Kak buni oldingi videolardan gapiraman va bu yerda ham kak ketaveradi. Kak yoshligimda kak ujiz kinolar ko'rardik. Kak masalan 10 yoki boshqalarni ko'rganimizda kravat tagida zombi-pombilar bo'lardi-da. Umuman qo'rqmasdim. Prям umuman kak men kravatim tagida zombi bo'lishga qo'rqardim. Chunki men kravatim ostida yerda yotardim. Yo'q. Xullas davom etamiz. Nechta bo'ldi hozir? 6 ta. Sanab turibsizmi? Malades, aka. Kundalingiz olib keling, 5 qo'yib beraman. Nima bo'lyapti? Uxlashyapti u yerda. Xo'p. Anaqa Sony Paradish shunaqa bo'ladi eshitganman, eng og'ir fazasida. Ovozim baland chiqdimi? Videoda ko'rib baqirganingiz uchun cho'chib ketdim. Просто tushunishlik uchun bu videoni tanlab olishda men ko'rmaganman. Menga просто tanlab berishgan. Men ham birinchi ko'rdim. Hop, endi stop. Qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi? Qo'rqdim. Bu video qanaqa bo'lgan bo'lishi mumkin? Nima? Buni alastirab turgan, bu yoqqa kelgan montajga qo'shib olgan bo'lishi ham mumkin-da. Bu narsani. Onda просто uyg'onib turib ketganda yoki uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin. Uyushtirilgan deya olmayman. Lekin qarang mana, realniy bo'lishini tasavvur qilish uchun вообще-то kim o'zining xonasiga kamera qo'ydi, uxlayotgan paytda u kamera shunga kelib turadi. Va bu pastdan turibdi. Kamera aslida unaqa burchi joylarda bo'lsa, bu bir ham pastda yondan olishyapti. Kamera turgan trayektoriya bo'yicha qarasa ham to'g'ri tushmaydi. Shuning uchun ham da bu uyushtirilgan hisoblanadi. Lekin men afsuski shuncha mehnat qilib qanaqadir masalan biz videomiz bo'ta chiroq shuncha mehnat ketyapti. Lekin bular prosta kamera qo'yapti va lahadurunch bilan prosmotr olib ketyapti. O'rtalar sizlar uchun shuncha mehnat qilyapti. Hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Chunki bu kanalda qachonki 500 ming obunachi bo'lgandan keyin nimadir bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Davom etamiz. Prosta men ko'p narsa qila olaman va shu uchun ham aynan nimaligini topmayman. Surpriz bo'lgan yaxshi. Ruh bo'yishonishdan keyin hech kim van ekranini yo'q qo'ygan. Ko'rganmisiz? Ko'rganman, o'zimiz anjanliklar yoqishgan. Yopilib qoldi. Yopildi? Cho'ta bilasizmi, birinchi videoguncha qattiq qo'rqmatdi. Cho'ta menimcha o'sha videodan videoga qo'rqib boryaptilar. Cho'chib ketdim, men tasavvur o'rganchi chiqamikin deb odam kallasi ham chiqadimi? Qarang, xo'p buni uyushtirilgan siz ham qanaqasiga uyushtirishgan? Bilmayman, bunday qilib chiqdi-yu, chiqqan paytda qirqib borganda ichiga maskami bironta odamda nima qo'yib qo'ygan bo'lishi. U haqiqiy odam emas, prosta manekin bo'lishi mumkin. Manekin bo'lishi mumkin, maska kelib. Siz nima deysiz? Albatta fikringizni kommentarga yozib qoldiring. Mening fikrimga qo'shilishadi. Bu odam hali ham yozmadi. Kutib turamiz. Yozing.
Yozdingizmi? O, молодец, endi like bosing, qilib ketdik. Вроде morg. Odam yo'qyaptimi? Odam yo'qotdi, shunaqaroq. Xo'p. O? No, вроде maneken, xo'p. Bo'ldi? Tugadimi? Men ovozdan o'qib ketyapman buni. Qabrni qarang. Bunaqa shishali qabrni birinchi marta ko'rishim. Astag'firullah. Ya bu montaj. Montajligi точно, lekin shu narsa rosa qo'rqaman, ishoning. Men oynaga qarab hech rosa qo'rqaman shunaqa paytda. Ya qarang, mana bolada bo'ladi. Qizdan bo'ladi, как soch yuvayotganda ko'z yumuq bo'ladi-yu paytda. Orqadan как будто kim. Da, bo'ldi, Men bunday qilaman. Xuddi haligi tipa, manaqada oynaga qarab turaman-da, bunday qaramasa turganimda shunday qarayman, shartta qarayman. Yana foyda bo'laman ekan. Bunaqa qilmagan yaxshi, chunki qachondir baribir jin borligini bildirib, qaramay qolsa. Shunaqa necha marta qo'rqdingiz? Xo'sh, mana shu o'zlaringiz tominglar, shuning uchun tepada yozib qo'ygan bo'lamiz. Va qarang, videoni asosiy nima edi? Siz har bitta qo'rqqaningizga sizga o'shancha shokolad olib beramiz. Ibtiro aytmayapsizmi? Hammasiga qo'rqansizmi? Xo'sh, yaqinda biz ujiz kino kasting e'lon qildik, sizlar biz kastingni o'tdingizmi? Bo'ldi, olib qo'ying. Video shu bilan o'z yakuniga yetdi. Hozir opani magazinga borib shokolad olib beramiz. Aytgancha, men juda ham qiziqarli video turibdi. Hozir o'tib ko'ring. Yoki buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, ketdik. Magazinga borib Zalolpaga shokolad olib berganlarimni men o'zimning Telegram kanalimga joylashtirdim. Hoziroq o'ting va ko'ring. Silkasi описаниеda. Ciao.